Do'stlar, Bektemir Meliqo'ziyevning navbatdagi jangiga ham sanoqli kunlar qoldi. Bu safar hamyurtimizga raqiblik qiladigan bokschi AQShlik Dariush Flikhum hali mag'lubiyat nimaligini bilmagan. 14 ta jangdan 14 ta g'alaba. Ushbu yigitning balandligi 1.85 m, jismoniy jihatdan baquvvat, chap zarba berish ustunligi juda ham kuchli. Bundan tashqari tahdidli hujumga egadir. Raqiblarining ko'pchiligi bu zarbalarga umuman dosh bera olmaydi. Shu sababli ham erta tugatishga majbur bo'ladi. Ammo bu gal uning qarshisida oddiy yigit emas, Bektemir Meliqo'ziyev turibdi. 2016-yil Olimpiya sovriniga ega bo'lgan Bektemir Meliqo'ziyev professional ringda ham anchadan buyon o'z o'rnini topgan. Ayniqsa jigar sohasiga yo'llaydigan zarbalar esa juda ham mashhur bo'lgan. Bektemir uchun bunday raqib sinov emas, aksincha tajriba maktabidir. Ko'plab tahlilchilar shunday deydi: agarda Meliqo'ziyev kuchli zarbalar bilan uning tana qismiga pressing qiladigan bo'lsa, albatta u g'alaba qozonadi. Biroq Flikhum ringda uzoqroq ushlab turadigan bo'lsa, Bektemir Meliqo'ziyev uchun og'ir bo'lishi mumkin. Ammo ehtiyot bo'lish kerak. Flikhum ham qanday vaqtda qanday zarba berishni juda ham yaxshi ko'radi. Ayniqsa orqaga chekinib turgan paytda zarba berishi juda ham xavfli. Bektemirning tajribasi, zarba kuchi va mental qat'iyatligi bu jangda katta ustunlik qiladi. Flikhum esa texnika va bosim bilan o'ynashga harakat qiladi, lekin birgina kuchli zarba vaziyatni butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Bektemir esa bunday lahzalarni juda ham ko'p ko'rgan. Bu orqali ringda jang taqdirini o'zlashtirishni o'zi ham juda yaxshi biladi. Endi esa so'z navbatda sizga, aziz yurtdoshlar. Sizningcha bu jangda kim g'alaba qozonadi? Meliqo'ziyev yoki Flikhum? Albatta izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.